Assalamu alaikum. İkrarlı keyiz kurumelle. Teşkilatlar hayırlı olsun. Ben Adil Er-Uygur. Uygur Tədqiqat İnstitutu namından hemmanlara salam yollayman. Her hafta institutumuzun müdiri şundaqla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bilimi Fakültesi Doçent Doktor Erkin Ekrem muallimler ötküzüp kılıvatkan Xalqara Vaziyet ve Gün Tərtib namlı programımızınki yeni bölümü huzurunlarda buldu. Erkin muallim hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Birleşken Devletler Teşkilatı TV Emgekçiler Komitesi'ndeki işleydiğin bir Japonluk mütehassıs. Şarkı Türkistan'da Xitay'nınki Uygurlarga ve başka Kazak Katarlık Türkü milletlerine karşı kulluk tüzümündeki mecburi emgek siyasetini yol koyuvatkalığı münasebeti bir doklat ilan kıldı. Doklatınki umumi seyipsi 20 etrafında. Haber kılınışça bu doklat Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Komitesi tarafından Muşi ile 9. ayda 10. ayda açılgan yığında o'qib o'tilmoqchi va muzokara qilinmoqchi shundaqla qaror ilinish ehtimolli imkon yuqori bo'lgan doklat ekan. Bundan boshqa ma'lumotga ma'lum bo'lganda bu 6. aydami Birleşken Devletler Teşkilatı Emgekçiler Komitesi tarafidan bir doklat e'lon qilingan edi. U doklatning mazmuni qisqacha Sharq Turkistonda Xitoy hukumatiniki Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qarshi qulluq tuzumidagi majburiy emgakni yo'l qo'yganligiga doir idi. Biz bugünkü programımızda bu şundak bir 21. əsrdə bu Allah burun kulluk tüzümünün bekar kılıngan bu əsrdə insanların ki kıymeti Allah burun kanun tərəfindən müəyyənləşdirilən və kanun tərəfindən tapalat iyi kılıngan müştaq bir dövrdə mi Xitayının ki insan qadın çıkan bu kulluk tüzüm siyasetini Uygurlarga karşıdaki sebep və şundaqla Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ki nasati organlarının ki nima üçün müştaq bir kararlar ve doklatlarını yaratılığını analiz kılıp çıkmış. Erkimal'ın aldığı bilen bu doğrusunda Amerika'da ve nurgun Avrupa devletlerinde makalla yazılgan idi, analizde çıkartmaydı ve münasebetlik yani mütehassisler, yakı siyasi erbaplar bunu güntelik elip geldi. O vaxtda elbette Xitay'ını bir yaram kılgan idi. Ama bu kıtımki ve 6. ayda çıkan şundakla bu Japon tarafından, Japon mütehassisler tarafından ilan kılıngan bu doklat mı Xitay'ın xilli bir yaram kıldı deb o'ylayman. Aldı bilen muşu doklatınki çıkış jarayonini siz bir tushuntirib bayon qilib bergan bo'lsangiz. Bu qitimki doklat 20 betlik Japonluk ama insan hakları mütehassisi. Yani Tomoya Obakata degan bir yaş bala, yani bizden yaş başka yaş bala dedik. Onun çıkargan bir doklatında Şarkı Türkistan'da ilip bağan bu mecburi emgek xude zamanevi kulluk sistemge okşaydı. Bu aslında insaniyetke karşı cinayet işlendi diyen bir hülası çıkarıptı. Hem de Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ki alaydı bazı mütehassislerini tutup bulağa doklat yazdırdı. Ama bu doklat muşu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ki bir kararı ya ki aşının ki bir köz karşı diyen manağımı kemeydi. Ama siz digendek bu 9. aylarda 10. ayının 5'de içildiğen muşu İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine içildiğen jığında bunu müzakere kılıp bunu bir kararlaştırmak içindi. Hazırki işletken hukum zamanevi kulluk sistemideydi. Yani burun Avrupa, Amerika'da boğan o kulluk sistemi hem de hatta o kademi zamandaki Roma'nın ki kulluk sistemi o başka. Hazırki hem de zamanevi bir kulluk sistemi hakkında bir çıkargan bir doklat. Hazırki şu halkara yani halkara emgekçiler organı bu BDT'ye bağlanan bir teşkilat. Olanın ki bazı istatistiklerge qarğan çağda hazır dünyada 40 milyon etraftaki insanlar muşu zamanevi kulluk sisteminin ki mağduru yani o ziyankeşke uçurgan insanlar da bunu oturup koyaptı. Bunun içinde hem de en az da Şarkı Türkistan'da bununla 1 milyondan 3 milyon civarında bu 40 milyondan ki içinde. Şununla bunda bir ahval bu qalğan taqdirda 1930 yılında xalqaro tarafdan qabul qilgan majburiy emgak
kelishimi ve 1957 yıldaki mecburi emgekni aldırı ötiş kelishimi degandek ikki kanun var. Bu nemişki kanun degan vaqtida nurg'un devletler mushuni ijro qilsak bo'ladi deb imzo qilgan hamdi. 1930'nikini 29 numurluk deydi. 1957'nikini 1500 numurluk deydi. Eğer de mushu Japon insan hakları mutahassisiniki yazgan dokulatı nanki mezmunu kabul kılıngan takdirde o vaqtida bu iki kanunga bağlanıdı hamdi. Mecburi emgek qanday bir iniqlash bor degan vaqtida, yani siyasi sebepten, iktisadi sebepten, onundan keyin bu millet, ideoloji ve hatta dini medeniyet farklılıktan tüpeyli bularni mecburi emgekka silish bu şu nima abaqi degan 1957 yıldaki mecburi emgekni qoldirib o'tish degan qonunga tushdi hamdi. Sharq Turkistondagi ahvol mushunga tushdi. 2016-11 ayda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın mushu xalqaro emgekçiler organizasyonunun yani organının çıkargan bir kanun batı. Bu kanun icra kıldığanga muvafiq bo'lgan bir kanun. Eğer de bunda bo'lib qolsa Xitoyni jazolandirish meselesi chiqadi. Bence Xitoy shuningga qarta ba'zi tirishchanligini qilyotidi deb o'ylayman. Chunki bu yil 4 ayda Xitoyninki Xalq Meclisi'nde mushu abaqi degan 1930 yıldaki mecburi emgek kelishimi ve yoki mecburi emgekni qoldirib o'tish kelishimi degan ikki qonunning Xitoy tarafdan qabul qilinganligini ve shundaqla 8 ayning 12'sinde mushu degan Birleşken Devletler Teşkilatı Xalqaro Emgekçiler Organizasyonga müracaat qildik deydi. Ama bu hazır degan bu Xalqaro Emgekçiler bu organizasyon Xitoyda qandaq icra qilinayotganligini yaxshi bilmagachga biz bununla cevap berolmaymiz. Shuningga biz Xitoyga berib tekshirish lozim ya da Sharq Turkistonga berib tekshirish lozim desa, Xitoy bununla unmayotidi. Yani Xitoyninki bu Tashqi ishlar ministrligininki so'zchisi Wang Wenbin mushu 6 ayda ve 8 ayda ish qildim. Mushundaq tekshirishga ruxsat berilmaydiganligini. Çünkü bazı mushu mutahassislar, abaqi Japon mutahassisini demekçi belki yoki boshqalarni, ular xato ma'lumotlar bilan Amerika ve shundaqla g'arbdek davlatlarninki Xitoyga qarshi gruplarninki yasib olgan ba'zi Sharq Turkiston haqida yasib olgan ba'zi sahte ma'lumotga tayinib turib, o'zining qo'lidagi huquqni qaylamqa ishlatib, Xitoyni qaralash ve shundaqla Xitoyga qarshi siyosiy bir asboqqa aylandi deydi. Yani Xitoyninki deydigini shu, birinchisi Sharq Turkistonda bundaq mecburi emgek yo'q deydi. Ama hammamiz bilimiz u yerda bir hashar degan bir sistem var. Yani o ishga chiqmasang, maaşın bo'lsa maaşingdan bo'lmasa pul jazosini qilib, pulimi bo'lmasa ona nimaga solaydigan yerlarda. Ajna qiynaydiganini bilamiz. Ondan evvel mi Xitoy aldığımda bir programda mı dedik o Xitoydagi Laogay deganlar hammasi mushu. Yani mecbur emgek qilish. Ama Xitoy bizde yo'q deydi. Bizde yo'q bo'lgandan keyin sizlarni chiqargan mayli doklad bo'lsin, mayli bu dokladga tayinib turib Sharq Turkistonni tadqiq qilamiz desanglarma hammasi yolg'on. İkincisi bu Amerikada yoki Yevropada bularni qartanliklarni ashundaq qo'lluq sistem bilan ezgan deydi.
to'g'ri ularni qilgan ammo hozir qilmayapti demdi shuningga xitoyning gibi xuddi sen ashundaq askilib qilding men qilsam nim bo'pti degandek bir gap chiqdi bu odamda uchinchisi hamda shu g'arb davlatlar xitoyga qarshi chiqish uchun shu uyduruq yag'andan saxta bir narsalarni ma'lumotga tayinib turib shunday hujum qilyotdi xitoyni qoralayotdi deb shunday javoblarni beryotdi agarda bunday javobni beradigan bo'lsa Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki mayli amaldorlari bo'lsin mayli shu mutaxassislar bo'lsin xitoyga berib hamda Sharq Turkistonga berib buni aniqlayamaydi agar majbur qolsa yag'araslardan bir yerlarni ko'zitib qo'yib undan keyin yo'lga soladi chunki bu agarda bu xitoy shu qulluq sistemini zamonaviy qulluq sistemini davom qilgan bo'lsa buningki abaqa degandek xalqaro qonunning jazosi bo'lgandek uningki inovatini to'kab bo'ladi xitoyni ya'ni 21 asrda yana shunday ishlar bo'lamdi debchi bu tamamen inson haqlariga xilof abaqa Japon mutaxassisninki deganidek bu insoniyatga qarshi bir jinoyat bu inson haqlarining 1948 yilninki bayonnomaga bog'langan taqdirda xitoyga bo'lgan bisimlar yolg'izlar bir qonuniy jihatda emas siyosiy obraz hamma jihatdan bir bir jazo keladi hamda xitoyga shuningga xitoyninki bunda chichanlashishniki sababi shu hamda bu qonunning rasmiy qonun bo'lishi uchun oldin siz dedingiz ma'lum bir grup xitoyga verib Sharq Turkistonga verib Sharq Turkistondagi shunday aholi bormi yo'q aniqlash kerak dedingiz lekin xitoy buni g'adir qilsa deganda qat'iy yolg'on gaplarni qilib yoki bog'larni qilib yo'l qo'ymayotib dedingiz o'sha bir to'solg'i ostida Birleşken Devletler Teşkilatı heyeti baramay qilib qolsa bu bizga munosabatli qonunninki chiqish ehtimolliqi tuyon bo'lib qoldi qanday Onun ihtimali var. Normalde Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki çıkargan bazı beyanname olsun, kilişim olsun, kitapname olsun, doklat olsun. Bularını şu vakanın yaşanvatkan rayonga biri eşyada sahada körep yüz piliş lazım hem de. Haydi şu. Ama eğer de o rayonda bunda ahval berişinki ihtimali bo'lmasa, Jiroqdan turib yezilgan doklat, yezilgan bir qarornoma deb manda qismi bo'ladi. Misalga shu inson haqlari yüksek komissari bu Bachelet'ninki başdagi doklat, ya'ni e'lon qilmadi-ku, boshda yozgan doklat Xitoyga Sharq Turkiston baramag'ashqa biz Jiroqdan turib, qo'limizdagi ma'lumotga tayinib turib, buni e'lon qilamiz degan. Keyin Xitoy tuyuqsizlar sizlar borsanglar bo'ladi deb ruxsat bergandan dokladni to'xtatib qo'yib, undan keyin sahaga borganda, ammo sahaga berib hammamiz ko'rdik uni. Xitoy ko'rsatganini ko'rsatdi, ko'rsatmagan narsani ko'rsatmadi. Bu dokladmi shu oyning oxirigacha chiqib bo'ladi deydi hamda kutib turyapmiz. Faqat bunda tarafi bor. Shu 4 yildan beri xalqarodan bo'lsin, Birleşken Devletler Teşkilatı'ndan bo'lsin, xalqaroninki inson haqlari tashkiloti bo'lsin, ba'zi davlatlarninki muhim organlari bo'lsin, bular Sharq Turkistondagi zulmni aniqlab, buningki paketlarini ko'rsatib olgan. Ya'ni Sharq Turkistonda nima bor deganda ishkanja bor. Ishkanja xalqaro qonunlarda ma'ni qilingan. Mecburi emgek bor. Ondan keyin kürtaj bor, balı tug'izmaslik, balını kontrol qilish. Ondan keyin bu tecavüz bor, ondan keyin cinsel bisimlar bor, ondan keyin siyosiy jihatdan mingni yuyish bor, inson haqlarininki dafsanda qilinganligi bor deganni isbot bilan hozir ko'rsatib bo'ldi. Shuningga agarda Birleşken Devletler Teşkilatı xalqaro emgakchilar organizasyon agarda biz shu qo'limizdagi ma'lumotga qarab buni Xitoyni ayiblash va Xitoyni jinoyat holiga akilish uchun yetidu deb e'lon qilsa
manda kısmı yanı buludu. Ama sahaga berip körüp keliş ve onundan kinki nime dokulat tekimi hem de ilmi metot cetten işençiliktedir. Ma'lum ötgenden bir programda bir dişken bu Xitayning BDT'dagi ta'siri debchu. Mesela bazı BDT'ninki qarmadagi bazı organlarda Xitayning ta'sirininki xili kuchli ekanligini hatto iqtisodiyotni qo'llaydiganligini degaydingiz. Mushu bir qator sabablar tufayli BDT'ninki Xitoyni jazolashiga ta'sir qilishi mumkin bormi yo'qmi? Bu BDT'ninki mühim bir organı şu Xavfsizlik Daimi Konseyi yemdi. Bu konseyde Xitoy bir a'zosi bo'lg'achqa u yerga kelib qolgan ba'zi qarorlarni balki to'xtatalaydi. Bundan boshqa nurg'un shu komitetlar bor, hammasiga qo'l sepolamaydi. Bo'libmi bugungi vaziyatda shu xalqaro vaziyat demakchi, bu Uyg'urlarga bo'lgan bu istoshchilik ahvol bor. Va kim Xitoyga yaqinlik bo'lib, shunday gap qilsa, tanqidga uchraydiganligini biladigan bir vaqtlar. Shu Mishella xonimma shu tanqidlarga uchirgandan beri. Ya'ni u yerga berib, o'zi ko'makchi bo'lganlarni ko'ramay qaytib kelgan. Bunda bir paytda ba'zi komiteler belki buni Xitoyning bisimiga qaramay qilish mumkin. Xitoyning bir bisimi o'tganda xabarlar chiqdi-ku, Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Yüksek Komisseri Bahçeli'nin e'lon qilmoqchi bo'lgan dokladning oldini olish uchun nurg'un davlatlarga xat yozib, mushuni qabul qilmanglar, to'xtatinglar degandek. Bu bir uslub. İkincisi, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nurg'un organlarına pul vermeymen deb turilish mümkün. Yani iqtisod chetdan besim ishiltish mümkün. Onundan başka taraftan işiltish biraz qiyin, yani uslub chetdan. Çünkü bir nurg'un devletlerinin menfaatleri to'g'ri kelmagan chog'da buni qabul qilmaydi. Xitoyning bir alaytligi, yani bazı talayi deymizmi, avantaj deymizmi, bununki shu taraqqiyot qilayotgan devletler Xitoyni qo'llaydigan ahvoli var. Müslüman devletler onu qo'llaydigan ahvoli var. Eğer de bir komitede, bir organizasyonda şu taraqqiyot qilayotgan devletler veya ki Müslüman devletlerinin sani ko'p bo'lsa, Xitoy u yerda utib chiqalaydi. Ama bunun ta'siri bo'lib qolsa, utamaydi. Şuna bu cevap veriş biraz qiyin, murakkab bir meselemdi şu. Mana bu Xitoyning tarixida shunday qilib majburiy emgakka solingan ahvollar yoki bormi? Bu yani Xitoy tarixten beri şu cinayetçilerini yoki hakimiyetga qarshi chiqqanlar, tanqid qilganlar ne aşında mecburi bir yerga sürgünge evitip durup u yerga emgakka solmoqchi. Salıdı. Onundan başka bir aileden bir adam hata ulaca hata iş qilgan bo'lsa, ularning sülalesini tepip ularni jazo qiladi. Bu tabi yenik. Yani mecburi emgakdan sırt bularni nim qiladi degan, o'ltiradi degan. Julian Jiuzu deydigan bir gap bor. Bu bundaq bir zihniyet bo'lg'achqa Kuomintangning vaqtida biraz bo'ldi, ama Gongsandanning vaqtida texmi uchuq bo'ldi, abayman degandek. Mushu Kommunist partiyaninki qurgan Xitoy Xalq Cumhuriyatiga norozi bo'lgan, tanqid qilgan va yoki bu hokimiyatni to'nimayman deb turgan xilma-xil Xitoylar bor o'z vaqtida. Bularni ya o'ngchi, ya bölgünchi, ya dushman davlat bilan aloqasi bo'lgan yoki chet elliklarning quyrug'i degandek xil-xil nomlar bilan bularni Laojiao veya Laogayga avatganda hamda. Laojiao degani hamda emgak bilan ona odamni o'zgartish. Laogay degani burunqi bir ko'z qarashi bo'lgan bo'lsa, ona emgak bilan mecburi ona o'zgartish. Bununla uçurgan nurg'un odamlar bo'lgan. Yani sanını bilemeyimiz, yamancık. Yani Xitoy buni o'zininki shu siyosiy
medeniyetinde bağnesi bu başka bunundan faydalanıp ebeki lavca lavgaynımı icra kılganda. O mu yetmegende ki Şark Türkistan'da misalga lagerlarının ki oturup çıkışıma yani aşı zihniyetinin ki sebebi. Yani Xitay'nın ki siyasi eninde bunda bir nese var. Biz Xitay'nın ki bazı kanun bile bunu bir düşündürey. Xitay'nın ki asas kanunda muşu mecbur emgek kılıp olmaydı bir insanı ezgili olmaydı, sümürgili olmaydı diyen gap yok. Misalga değil mi de? Ama bazı muşu mecburi emgekler Xitay'nın ki cinayet kanunu 244. madde. Onundaki Xitay'daki emgek Xitay Halk Cumhuriyeti Emgekçiler Kanunu. Bu 98. maddesi. Onundaki Xitay Halk Cumhuriyeti Emgekçiler Kilişimi Kanunu. Bu 88. madde. Onundaki Xitay Halk Cumhuriyeti'nin mukumlukni qo'g'dab qilishga qarshi jazolandirish degan bir kanun var, bu 40. madde. Bu maddelarda hammasında şu nima var, mecburi emgek degan madde var. Ama jazolandirishi ya pul jazolandirishi yoki 3 yildan töven bo'lgan bir turmaga tashlashi, ya'ni turmaga qamoq solishi. Bu mayliqi ahvolninki jiddiyatiga qarab o'zgaryotdi. Mening demoqchi bo'lganim, mushunchalik qonunlarning ichida mushu insonni mecburi emgek qildirishi bu inson haqlariga xilof degan bir tushuntirish yo'q Xitoyda. Xitoyninki asos qonunda inson haqlari degan modda bor. Ama Xitoyninki inson haqlari bir insonning yasham haqqi va uningki taraqqiyot, ya'ni yashab devam qilish haqqi. O inson haqlari. Ama inson yolg'izla bu hozirgi degandek Xitoyninki mushu inson haqlarininki aniqlash emas, boshqa ma'naviy jihatdan, ruhiy jihatdan, diniy jihatdan yana ba'zi haqlari bo'lishi lozim. Xitoyninki inson haqlari degan vaqtida yani men ba'sam bo'ladi, men ba'misam bo'lmaydi deydi. Misalga yaşam haqqı bu yerda bir insonning tug'ilish va yashashni qitib degan gap Xitoyda Shimsungchuan degan gap. Bu dini e'tiqodi bo'lganlar deydiki, bu Allah bizni yarattı, yaratquchi Allah'tır. Mayli bu Hristiyan'da bo'lsin, Yahudilikda bo'lsin, mushtaq tushundirim. Xitoy deydi, uni men bergan deydi, u haqni men bergan deydi. Shuningga bu Xitoyninki asos qonunda inson haqlari degan modda bo'lsa, hozir bir insonni mecburi emgek qilg'izish degan kelgan chaqda inson haqlaridan yiroq tutib olgan gap, deydi mazmundan. Shuningga hozir misolga xalqaroda Xitoy mushu Sharq Turkistonda mecburi emgekni ilib bordi. Shuningga yuqorida degan xalqaro qonunlarga xilof, unda bo'lsa Xitoyga ba'zi jazolarni berish lozim deyish bilan birlikda undan keyin inson haqlari bilan munosabatlik bütün qonunlarga murojaat qilish lozim. O qonunlarga murojaat qilgan chog'da o qonun moddalarida yana muvofiq ba'zi jazolantirish moddalar bor. Shuningga bu xalqaroda 21. asr qulluq sistemi degan vaqtida inson haqlariga ve insaniyetga xilof yoki bu jinoyat ishladi deb tushundi. Ya'ni inson haqlarining bir tarkibi deb ko'rdi buni. Ama Xitoyninki asos qonunlarda buni ko'rsatmaganda hamda. Burunqi programmalarımızda ta'kidlab qilyapmiz. Bu Xitoy bilan, yani bizim o'tirmizlik munosabat, Xitoy bizni izchil bir buyum sifatida uzgi taalluq bir mal sifatida ko'rib kelganligini bilaymiz. Chunki agar bir inson bir melni uzgi taalluq deb qarasa bir narsani, buni xohlagancha ishlatadi yoki xohlagancha foydalanadi. Lozim bo'lganda ishlatadi, lozim bo'lmaganda cho'ritadi yoki xo'rlaydi. Bu xuddi
bir zalim bir adamınki bir kalısı bolğanga okşaş. Kalısını işletilganda işletip, urulganda urup, horlaydiganda horlap, bu şuna kılgan okşaydı bu münasebet. Şu agar bu münasebetin biz bir yaxşı aydınlaştırıp alsak, çoxum Xitayninki hazırki bizni qilgan zulmni yaxshi tushunamiz deb bilamiz. Chunki erkman burungi programmada masalan Xitoyning bizni qaratgan zulmini Xitoyninki siyosiy madaniyat nuqtasidan, buniki Xitoyninki qon qandan sinib ketgan qoida tuzum nuqtasidan, urf odat nuqtasidan, yat millatlar qilgan muomala nuqtasidan atrofliq tushuntirib bergan edi. Shu hozirgi ahvolda amaliyotda Xitayning dal bizni o'ziniki bir milis pidi ko'rib bo'g'ashqa, bizni xo'jayin deb qaragan bo'g'ashqa, bunchola zulmni qilishga mushi deb o'ylaymiz. Ma'lum bayatın Xitoy qandaq deydi dedingiz, ya'ni g'aribliklar qilgan tuğu tarixda dedi. Uni biz qilsak nima bo'ladi deganda bevosita demasmi? Ya'ni ishni qil yoki qilsak nima bo'lib degan bir narsa chiqdi hamda. Şu g'aribdiki o'z vaqtidagi qulluq tuzum bilan yoki Afrikadan insonlarni ekilib, qul qilib, kapitalizmning taraqqiyotini cho'ng bir uni motorliq yoki asos omil qilib inson kuchi sifatida qilishi bilan bu Xitoyning hozirgi bizga qaratgan bu siyosiy o'tirishga farq qanday farq bor? Endi o'z vaqtida bu qullarni satalaydigan haqqı vardı. Xitoy hozir shu Uyg'urlarni satmagan qoldi. Ama Avustraliyada ki bu ASP degan bir nima tadqiqot markazi bor. U yerninki chiqargan bir qonun, nima chiqargan bir doklad bor. O doklad shu sitilgan Uyg'urlar deb yozgan. Demak ki yine sitilyotdi. Qolgan har jihatdan o'xshaydi. Chunki bir insonninki erkinligini depsanda qilyotdi. Sen bir milletni, başka yat bir milletni bisib al. Ondan keyin onu şu insan haklarını depsanda qilgandek, ona mecburi emgek bilan ish qilgizgandek, onunki qolgan siyosiy, ijtimoiy nurg'un haqlarni ilib olgandek, ularni xohlasang turmaga tashlab, xohlasang lagerga tashlab, xohlasang chiqarib uni. Asos qonunga qarmay turib, insanlarga ziyan berilishi hammasi mushu bir burunqi qargan chaqda, ya'ni burunqi qulluq sistemiga o'xshaydi hamdi. Ama bu g'arb dunyosida keyin mushu xalqaralashib umumlashdi xalqarada. Ya'ni bir qimmat qarash var. İnsan hakları. Bu insan hakları hukumi bilan birlikte bir demokrasiya bir hukumi chiqadi. Bu siyosiy chetdan deganda. Bu ikki ana asas hukum ichida nurg'un hukumlar bor. Bular chiqqandan keyin hamda mushu qulluq sistemi bir xato sistemi, insonlikninki aybi, buni qilib bo'lmaydi deb 1930'da bununki nurg'un davlatlar birlikte bunun kanununu çıkardı. Ve şunun bilan bu G'arbda bo'lsin, Amerikada bo'lsin bu kanunu aldırıverdi. 57 yılda çıkargan yani o'xshash bir kanun onundan keyin dunyoda umumlashdi. Fakat Xitoyninki mayli siyosiy zihniyatida bo'lsin, bizga qarta bo'lgan o ko'z qarashlari ile birlikte bizni aşında qilaqi o'zdan bo'lmagan yat kishilar ve aşular ala biz emas degan bir ko'z qarash bilan men seni ezsam ezman, sümürsem sümürme, bir men seni bisib oldim, endi sen mening qo'limdagi bir qul, men qanday ishlasam ishiltiman degandek bir nima bir zihniyat bilan Uyg'urlar qarta zulm ilib beryapti. Yani bugün bu G'arbda tashib etgan yomonlikni Xitoy yani terib ekeldi. Bundaqda bir yükselayotgan bir Xitoy agarda o'zining besib olgan rayonlarda, o'zininki territoriyaninki ichidagi xalqiga qarshi mushunda bir qulluq sistemini ilib berish, insonlarni ezib so'mirish qilsa, atugün jahonga hokim bo'lgan chaqda Xitoy dünya halkını qanday qiladi? Xalqlar mushlar o'ylaydi hamda.
Şununla bu Xitaydan ensirashlar burunqi yillar qaraganda texmi ko'paydi. Bu xalqaro insonlarningki o'qinishini mushu Uyg'urlar o'qatgan bo'ldi. Ya'ni Uyg'urlarga ilib borgan bu zulm, tabii yalg'izlar Uyg'ur emas, hamda Tibetlar bor, shundoq Hong Kongning masalasi bor. Hozir Tayvanga hayvi qilishi, hujum qilaman deyishi, ilib olman deyishi va Japoniyaning Senkaku orolining ilib olishi degandek mushular hammasi dünya xalqining Xitoyga bo'lgan bu ansirashni texmi ko'paytirdi. Xitoy buni bilmamdi, bilish lozim. Bunda tushunimiz. Ama o siyosiy madaniyatga singib ketgan ya da atibiy gaplar onunki iliklariga singib ketgan narsani yag'ar rastlardan tuztishma ular uchunma qiyin bo'lyotdi. Faqat bu yamanlıklar, Xitoyning qilgan yamanlıklar cho'qim bir jazosi bo'ladi. Bununki bedelini cho'qim bir to'laydi. Ya bugün bo'lmasa erta, ya erta bo'lmasa o'gunlikka. Shuningga bu Xitoy uchun naytı ig'ir bir bisim bo'ladi. Teği bunun bilan nurg'un narsalar teği chiqish mumkin. Ma bu Birleşken Devletler Teşkilatı Yüksek Komiserliğinin çıkıdığan kanun çıkıp kalsa, onundan kim hazırdan başlayıp Dünya Uygur Kurultay Arjantina'nın ki kanunlardan faydalanıp Xitayna sotqa berişi degandek, bunda ahvallar Garp devletlerde köpeygen siri Xitayning ki bunundan ki Xitayning dünyaga hocayin bolumen Xi Jinping'nin deganlari 2035-2049'da Xitoyning shu Jahongir davlat qilaman deganlari hamda bu qiyin bo'ladi. Xitoy uchun qiyin bo'lgan bu ishni belgilaydigan ya Sharq Turkistondir, belgilaydigan insonlar bo'lsa, Sharq Turkistondagi Uyg'urlar, Qozoqlar, Qirg'izlar va shundaqlar boshqa millatlar bo'ladi. Ya'ni Xitoyning kelajagini Sharq Turkistonliklar belgilaydigan bir ahvol o'tirib chiqyapti. Bu da sizning burun degandeklar Xitoyningki texim qudratli va texim jahongirlik niyatini ishga oshirish shu Sharq Turkistonga bog'liq deysiz ki nurg'un buni mushu gapingizni isbotlash va qo'llash quvvatlash uchun nurg'un analizlarni misollarni ko'kishtirib qildingiz. Hozir sizlar degandek shu Xitoyningki bizni qaratgan bu siyosatlar balkim keyingi mezgillarda Xitoyningki siyosiy jihatdagi va boshqa jihatdagi nurg'un taqdirga ta'sir ko'rsatishi mumkin degan bir xulosa kelsak bo'lgan. Aziz ko'ruvchilar, vaqtni ozdan programmani oxirlashtiramiz. Bugungi programmamizda Birleşken Devletler Teşkilatı Emgekçiler Komitesi xizmat qilayotgan yapılıq bir mutaxassisniki Xitoyningki Sharq Turkistonda yo'l qo'yayotgan qulluq tüzümüge münasebetlik dokladınınki mezmuni ve şunaqla onun münasebetlik meselelerinin analiz qilib chiqdik. Erkim köp rahmet. Ben rahmet etmem.